Nima qilamiz? Sushiga olib boraymi? Yo'qmadi sushi. Voy, bo'pti, unda pitsa-da, pitsa. Pitsa ham yeydimi? Burgermi, nima u? Fast food yeydimi? Osh bo'pti, xo'p, oshga boramiz. Oshga urib qorningizni qarang. Ko'ynimni yo'l topishni ham bilmaysiz. Ko'yningni ko'chasiga qotirjoma shu. Mana qora kofe, issiq ehtiyot bo'l. Shakar qo'shtirdingizmi? Shuncha yildan beri gaplashamiz. Haligacha meni bilmaysiz. Men shakar ichmayman, saxirim bor. O'zing nima olaysan, farqi yo'q deganingga olib keldim. Bo'pti, hozir boshqa olib kelaman. Kerak emas, ichmayman hech narsa. Ichmasang-chi? Bilasanmi, oxirgi payt sen bilan juda ko'p urushyapmiz-da. Nima qilsam ham yoqmayapman. Buni to'g'rilamasak, munosabatlarimiz buzilib ketishi mumkin. Aniqlik psixologda ko'rdim. Agar juftliklar bilan shunaqa urush-ursanglar, muammolar bo'lsa, birgalikda hammasini boshdan boshlab ko'rishga harakat qilinglar degandi. O'sha eng birinchi tanishgan joylarga borib, boshidan tanishinglar degandi. O'shanda yaxshi bo'lib ketar ekanmi? Birinchi tanishgan joyimiz esingdami? Shundoq chiroyli qiz bitta o'zi nima qilib turibdi? Keling, tashab qo'yaman o'zim. Yo'q, rahmat. Avtobus kutib o'tdim. Xavotirlanmang. Niyati buzuq boladan emasman. O'tiring. Mayli. Assalomu alaykum. Ismim Sadilla. Nazokat. Shunda. Ketdi bo'lmasam shunaqa qilib ko'ramiz. Ketdi. Shundoq chiroyli qiz bitta o'zi nima qilib turibdi? Yuring, tashab qo'yaman. Rahmat, avtobus kutib o'tdim. O'zing bilasan, albatta.